Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 3-video. Bundan avvalgi ikkita videoda kommentariya qoldirib, nima aldayapsiz, tashlab bermayapsiz degan nomzodlar. Siz komment qoldiryapsiz, sayt so'zini, dars so'zini. Nima uchun sizni shaxsiy akkauntingizga yozib bo'lmaydi? Zakritye qilib qo'ygansiz, ruschasiga aytganda, yopiq akkaunt. Men qanday qilib yozaman? Qanday qilib sizga yuboraman? Sal insofli bo'laylik. Bo'lmasa men sizga shuni uzatib qo'yishga 1 daqiqa ham vaqtim ketmaydi-ku. Bugun navbatdagi 3-video nima haqida bo'ladi? Xo'p, diqqat qiling. 3-videoda multi-level yoki IELTS tayyorgarlik olib borayotgan nomzod farqi yo'q, qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, practice qiladi va o'zini real imtihonda, aynan IELTSchilar uchun desam bo'ladi, baribir qachondir multi-levelchi ham IELTS topshiradi. Hozir shot ko'tarmayotganlar cho'ntagi biroz u narsani qabul qilmayotgandir, lekin qachondir albatta IELTS topshiradi. Albatta bu uchun eng sizlar uchun ishonchli sayt va hech qanaqa Gmail, xalq tili bilan aytganda Gmail bilan ro'yxatdan o'tish shart emas. Qanaqadir raqam kiritish, yana parol, login, unaqa narsalar umuman kerak emas. Chunki hozir bilasiz, hamma narsa kiber jinoyat kuchayganligi uchun unaqa narsani har qanday saytga ham kirgizish xato va bu narsa sizga minus olib kelishi mumkin. Qanaqadir pulingizni yechib olish, hokazo narsalar. Qisqasi hech qanaqa narsa kirgizmasdan turib, shunchaki bitta sayt orqali siz mock imtihondan o'ta olasiz. Ya'ni mock imtihon topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Asosan o'zi IELTS holati bo'yicha bu narsani menimcha ko'rsatishim kerak sizlarga. Ko'rsatmasam baribir qanday ichim chiqmaydi. Diqqat qiling. Xo'p. Mana bu ko'rib turibsiz, yildan boshlab IELTSda holati kiritilgan. O eng pastida 2014, bu yog'i 2000, 2005, 2096-yillar ham bor ekan, qoyil. Xullas, oxiri tepaga chiqas 25-yil imtihonlarigacha bo'lgan holatda 2025-yilda real imtihonda tushgan IELTS mocklar, testlar joylangan o'rtoqlar. Ularni tekinga olasiz. Bu uchun demak, nima qilasiz? Siz kommentariyada shunchaki mock so'zini qoldirib qo'ying. Men bitta bu saytda o'zini emas, yana boshqalarini ham berib o'taman. Bitta beraman, chunki videoga hammasi sig'masligi mumkin, sig'masligi aniq. Shuning uchun shunchaki mock deb qoldiring. Men o'zim sizga shaxsiydan yuborib qo'yaman. Faqat iltimos, yozishda ochib qo'ying. Yozishda ochib qo'ymasdan turib menga yolg'on gapiryapsiz, u bu degan gaplar kerak emas. Bular ortiqcha. Salomat bo'linglar.